Қарақалпақстан медицинасында bundan былай роботлар жұмыс істейді десем, сенесіз бе? Қарақалпақстанлы жастар үшін 1 мартте заманауи технология һәм медицинаны бірлестіру бойынша хакатон болып өтпекте. Хакатон 3 күн давамында болып өтеді. Бұнда тәжірибелі спикерлер оқушыларға тапсырма береді. Проектті нәтижелі жұмақлаған оқушылар болса қолдап қуатланады. Mana 2 kundan buyon Qoraqalpog'iston Respublikasida bizni mana hozirgi vaqtda AI hackathon o'tkazilyapti. Sog'liqni saqlash bo'yicha bu juda ham bir yangicha hackathon yo'nalishlaridan biri desak bo'ladi, chunki buni boshlanishi aynan mana shu yerdan boshlandi va respublika bo'yicha turli viloyatlarda bu davom etadi. Ya'ni buni ko'lami boshqa hackathonlardan ajralib turadigan darajadagi katta ko'lamda ro'y beryapti. Hozirgi vaqtda 200 dan aslan qatnashuvchi bor, qatnashib o'tiribdi. Ularning har birining jeke qarorlar berilgan, jeke qarorlarda o'zlarining jeke Wi-Fi'lari bilan hamda kofe apparatlari bilan zo'r qatnashib o'tirib. 2 kun bo'lishiga qaramasdan ko'pchiligini veb-sayti yoki mobil ilovasi deyarli tayyor holatga kelib qolgan. O'shaning uchun bunaqa hackathonlar bizning respublikamizning kelajakda yanada rivojlanishi uchun juda ham muhim deb hisoblayman.